Shu ko'chani oxirigacha. Siz hali taksi ham qilasizmi, odajon? Chiroyli-ya. Qo'sh ko'zlari qop-qora, soqoli ham bor. Qizingizmi? Yo'q, men qo'shnilar bo'laman. Amaki rossa ham zo'r insonlar-da. Maktabdagi har bitta bolani olib, qo'liga bitta-bittadan cho'ka krem berib, uyiga tarqatadilar. Bunaqa mujiklar kam hozir. Uylanganmisiz? Bechora, g'art soqqabosh. Haligacha uylanolmaganlar. Men ham turmushga chiqmaganman. Voy, ana, taqdirni qarang. Ajri qamol tushganda bir-biringlarga rosa ham mo'sakansizlar-da. O'zi nimaga uylanmagansiz shu paytgacha? Endi singlim nima desam ekan? Hozirgi kunda yaxshi ayollar kam. Bir kosa ovqat, ikki og'iz shirin so'z aytadigan ayollarni o'zi chiqmayapti. Siqilmang. Mana men borman. Nimaga baqirasan? Men baqirmayapman. Boyimmi? Jonli signallari. Rahmat deng mashinani otib bormaganimga. Agar oyim bo'lganlarida mashinani yondamasligida bo'lardingiz. Siz bo'lsa kuyov bola, to'g'ri uyga haydang. Uyda sizni bir kosa ovqat bilan ikki og'iz shirin so'z kutib turibdi. Balki oyingga Bitta shart bilan. Xavotir olmang oyijon. Hammasi nazoratim ostida. Erkak o'z oilasiga butun qaytdi. Tinchlikmi? Qizingizga pora olib beribsiz? nima endi nimadir qizimga olib beradigan bo'lsam, Ada. seni sevaman, onasi. Oh, naqadar baxtlisizlar-a. Asal qizim, shakar qizim, novat qizim men